Assalomu alaykum, hurmatli YouTube Doktor Ischanov kanalimiz tinglovchilari va obunachilari. Bilasiz, qandli diabet kasalligi odamlar orasida nosog'lom turmush tarzi, nosog'lom ovqatlanish sababi bilan ko'payib bormoqda. Ammo bu qandli diabet kasalligini erta aniqlash, uni samarali davolashga va undan tezroq qutulishga yordam beruvchi eng asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Hozir quyidagi simptomlar sizga qandli diabet boshlanayotganligidan darak beruvchi belgilar hisoblanadi. Bu belgilardan qaysidir biri sizda borligini payqasangiz, albatta birinchi navbatda qondagi qand miqdorini tekshirib ko'rib, terapevt yoki endokrinolog shifokoriga uchrashish shart. Birinchi belgi. Oxirgi paytlarda og'zingiz qurib, ko'p suv ichadigan bo'lib, tez-tez chanqog'ingiz qonmasdan chanqoq reflekslari sizni qiynaydigan bo'ldi. Bunday vaziyatda albatta qand miqdorini tekshirish shart. Ikkinchi belgi, ishtahangiz juda ham ochilib ketdi, lekin ozmoqdasiz. Oxirgi paytlarda 5-6 kilo vaznni o'zidan o'zi bir oy ichida tashlab kamayib ketganligiga guvoh bo'ldingiz. O'zidan o'zi ozmoqdasiz. Bunday vaziyatda ham qondagi qand miqdorini tekshirish shart. Keyingi o'zgarish, oxirgi paytlarda biror bir joyingizni qirib olsangiz, mana shu yara bo'lib, uzoq muddatda bitadigan bo'ldi. Bitmasdan cho'ta oddiygina shu qirilgan, shilingan joylaringiz ham oylab, 20 kunlab, 3 haftalab bitmasdan yuraveradi. Oldinlari tez bitardi. Oxirgi paytlarda tez bitmaydigan bo'lib qoldi. Bunaqa vaziyatda ham birinchi navbatda qondagi qand miqdorini jiddiy tekshirib ko'rish kerak. Keyingi belgilar 3 tasi. Tez-tez siyish, oyoq qo'lda qandaydir jimirlaganni his qilish va tez charchoq. Mana shu 3 ta belgi bir keladigan bo'lsa ham, saharni albatta tekshirib ko'rish kerak. Qondagi yuqori miqdordagi qand ertangi kunda salomatligingizni og'irlashib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Qandli diabet kasalligini, ayniqsa ikkinchi turini erta aniqlash uni bu kasallikdan tezroq qutulishga, bu kasallik ko'chasiga kirmasdan chiqishga yordam beradi. Agar kasallikni o'tkazib yuborib, surunkali turiga o'tib ketishiga duchor bo'lsangiz, unda bir umr lecheniya olib yurishga to'g'ri kelib qoladi. Afsuski bittada davolab yuboradigan hech qanaqa dorisi yo'q. Internetlarda maqtaydigan, reklama qiladigan, diabetni to'xtatadi, stop qiladi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi, davolab yuboradi deydigan hamma reklamadagi preparatlar soxta, yolg'on. Bunday aldovlarga uchib ishonib, sog'lig'ingizni zararlab, cho'ntagingizni minusga kiritib, aldanib, vaqtni bekor o'tkazmasdan, yaxshi bir endokrinolog shifokorlarga birikib, ulardan maslahat olib, kundalik turmush tarzingizni, ratsionlarni tuzib, rejimlarga rioya qilib, sog'lom turmush tarziga amal qilsangiz, qandli diabet kasalligi sizdan olislashni boshlaydi. Shunday ekan, bugungi asosiy aytiladigan belgilar, qand miqdorini tekshirish shart deydigan daraklar nima ekanligini bilib oldingiz. Semirib ketmang, ko'cha-kuyda odamlar bilan talashib tortishib, nervni bo'lib yurmang. Хорошо? Пока. Azizlar, shu o'rinda eslatib o'taman, Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitobi hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana J harfiga kirib, jigar mavzularini tanlaysiz. Jigarga tegishli bo'lgan eng ommabop, eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarida joylangan. O harfiga kirib, o't qapiga tegishli bo'lgan barcha turdagi mavzularni bafurja ma'lumotlarini, kasalliklar haqida, ular belgilari, ko'rinishi, sabablari, davo choralari, asoratlari, dorilari, tabiiy yoki tibbiy malhamlari, barchasi sizga tushunarli tilda o't-uydo ushbu innovatsion mobil kitobimizda yozilgan. Qolaversa, bolalar haqida, homildorlik haqida, jinsiy kasalliklar, urologik yoki ginekologik, asab, nevrologik har qanday ma'lumotlar sizga kerak bo'ladigan eng asosiy tashxislar ushbu mobil innovatsion kitobimizning ichida joylangan. Mana G bo'limga kirsangiz, gepatitlar haqida. Ishonchli ma'lumotlarni qayerdan topsam ekan, nima qilsam ekan deb yurmaysiz. Ya'ni agarda siz ushbu mobil innovatsion barcha tibbiy sohalardan ma'lumotlarga ega bo'lgan kitobimizni yuklab o'zingizga o'rnatib qo'ysangiz. Bundan tashqari minglab tabiiy malhamlar va Ibn Sino bobomizning retseptlarini tayyorlash usullari, tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.